Assalomu alaykum akalar. Avatar 06 haqida bugun men sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'taman. Avtomobilimiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan to'liq elektrikka hisoblanadi. Avtomobilimiz 0 dan 100 gacha 608 sekundda tezlasha oladi. To'rov balon tortadi, ya'ni oldi orqa tortadi va bundan tashqari pneu va podveskalar bilan jihozlangan. Biz tas aytib o'tamiz, hamma narsani akalar cho'zib, tuding qilib yurmaymiz. Oldiga keladigan bo'lsa, oldi bu teshichalar ko'rib turibsizlar, bular o'zi yurganda avtomatik ochiladi. O'chirganingizda esa bu avtomatik bular qisha o'zi yopilib qoladi. Faralar, led farlar mana bu holatda yonadi, bunisi ham yonadi. Bular esa damli, bilishli holatda, ya'ni sizga yorug'likni yana ham yaxshiroq ta'minlab beradi. Shinalarga keladigan bo'lsak, oldin murdalarni aytib o'tdik. Oldida 6 dona parktronik bor. Oldida kamera, 3 dona oldida kamera bor. Plus lidari ham bor. Lidariga biz plus garantiyalardan tashqari master account ham beramiz bu avtomobilimizga. Bu performance taysasi hisoblanadi. Bunda yana bitta fulli GT hisoblanadi. GT'da bu yerda kamerali bo'ladi, ya'ni bokoylari kamerali bo'ladi. Shinalarga keladigan bo'lsa, shinalari 21 diskalarda 2 stop bo'ladi akalar. 255 ga 45 R20 diskalar bilan jihozlangan. Oporniklar anchagina kuchli. Brembo bilan Brembo emas, lekin normali tormoz qismi ishlaydi. Yonlarida ham kamera bor. Mana kameralarni hattoki logotifini ham qo'yib 1, 2, 3 kamera bor. Avatar logotifi обязательно mashinamizda joylashgan. Plus mana bu joylari parokka o'xshab jihozlangan, lekin eshik o'zi eshikda qo'yilgan. Bu eshikdan отдельно qolib ketadi. Parokka holatda o'zi nisbatan chiroyli qilib ishlanilgan. Eng qizig'i, avtomobilimiz eshiklari, old eshiklari SLlar elektronik tarzda ochiladi va plus davodchiklari ham bor. Bir yo'li ichkarilarni ham aytib o'tib ketamiz. Ketdi. Bular bagajnik bezopaslik holatda ochilishi uchun ichkarida tugmachalari bor, bu yerlar koja, bu yerlar koja va knopkani ochiladi. Mana bu joylari, mana knopkangizni yopib qo'ying. So'z isboti bilan. Plus tortib bossalar ham bemalol ochiladi. Bu knopkani SL o'zi avtomatik yopiladi. Keyin mashinaga o'tirib tormozni essilar ham o'zi avtomatik eshik yopiladi. Bu yerlar koja va mana bu joylar ham hattoki ko'ryapsan yumshoq charm, ya'ni qo'jalar bilan jihozlangan. Avtomobilimizni ko'rishlar mumkin, atamankalari bor. Old sidada mana atamankalari отдельный holatda chiqadi. 4 xil rejimda, 4 xil knopkada boshqariladi. Esinglar bunisi tepaga, pastga, oldi, orqa sidini ko'tarishi va bu tumaloqlari esa mashinani o'rtada belini chiqarib beradi. Rollari neobishniy, lekin juda ham qulay ishlanilgan. Burib, bu yoqqa o'ngga chapga bursalar, bemalol sizlarga juda ham yaxshi qulaylikni keltirib chiqaradi. Displaylari anchagina chiroyli va Huawei hisoblanadi. Bilasizlar, avatarlarda elektronikasini полностью Huawei kompaniyasi ishlab chiqarib beradi va Huawei kompaniyasi terib chiqadi. Face ID'lari bor. Orqa kameralar anchagina tiniq, yaqinlashib, uzoqlashtirish yo'q. Birataman turibdi, qishayib olib. Bular bilasizlar yonadi. Buni ichlari, mana bu joylari Alcantara bilan, napakoja bilan ishlanilgan hisoblanadi. Bu diskinalar, sportivniy avtomobilimiz anchagina sportivniy. Aytib o'tgandek, to'rovda pneu podveska bor. Narxiga anchagina stoyid, BYD Hanel, BYD Haneldan ko'ra anchagina aqlli. Hanelda oddiylar, paysarlar ham 600 km yuradigan ham 44 ming, 45 ming sotilyapti. Bilasizlar ko'pchiliklar. Buni ham narxi, buni ham aytib o'tib ketay, narxi 45 ming dollar hisoblanadi. Mana bu joydan elektr ekranni ochsanglar, elektr holatda mana shu ochsanglar ochiladi. Zaryadchik powerbanklari. Orqada ham kolonkalar 1, 2, 3 ta kolonkasi bor. Mana bu tortadigan tugmachasi qaraydi. Bu ochsanglar ham bo'ladi. Bu ham knopkashnik. Esinglar o'zi avtomatik yopiladi, ochiladi. Orqalari avtomatik ochilib yopiladi, просто ochiladi. Keyin o'zingizga tutib olasiz. Orqalarini keladi. Bagajlik anchagina keng. Sidnalar agar yozsa, bagaj prami kattagina bo'ladi. Hozirgi holatda 500 litrlik bak sig'imiga ega. Bu yerda mana kichkinagina chamadanchasi bor. Mana juda narsalar qo'shib qo'ysa, solib qo'ysanglar bo'laveradi. Kameradan ko'ryapsizlar, orqada ham 2 dona yaxshi kameralar bilan jihozlangan. Lidarlari juda ham kuchli. Avtomobilimiz sedan, o'zi sedan, lekin anchagina katta, ya'ni liftback oilasiga ham kiradi.
Arka dizayn yonboshdan ham, orqadan ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. O'zining yangicha spoilerlari, zavodskiy spoilerlari hisoblanadi. Hech qanaqa obmanka yoki o'rnatilgan emas, o'zi bilan birga samimiy ishlab chiqargan. Bu spoilerlar, farlar, mana bu joyda farasi bor. Lampochkasi ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi? Orqa videosida ham ko'rib turibsizlar, taglarini ham polisi ko'rib turibsizlar. Orqalari ham spoilerlar bilan jihozlangan. Ikkita keladi turibdi, kuta ketdi men. Orqalarida ham polisning patroniklar bor. Kameralar orqada ham 3 dona joylashtirilgan. Diskalari nabishli holatda, bilasizlar, oldiga nisbatan arka shinalari jindek eni kattaroq bo'ladi. Shuning uchun R255 ga 45 R20 bilan jihozlangan. Qora rangda tilla yiltiroq holatda bo'ladi. Eshiklarni ko'ryapsizlar, ochilishlar ham nabishli, bez ramishli qalin oynalar ishlatilgan. Ichkarilar napakoja va alcantara bilan jihozlangan polностью. Ya'ni uyg'unlashtirilgan holatda. Teskari o'ng oynalari ochiladi. Orqa tarafdan ham ko'rsanglar bo'ladi. Sidinalari, old sidinalari sportivniy, anchagina sportivniy ishlanilgan avtomobilimiz, chunki sportivniy 0 dan tezlanishi 4,5 sekundda bergan. Endi uni holatda chiqadimi yo'qmi? To'g'ri sinab ko'rmadik, chunki bu yerda mumkin emas. Bu eshigi ham elektronli, davodchigi bor. Ochilib, sim. Ichkariga kirsanglar, polностью ichkari holatlar ideal holatda turibdi. Yangi, hidi ketmagan. Sotuvda tayyor. Buni ham atamanka, balabotar hamma narsasi bor. Atamanka, abzuf, abagrev, massaj, sidina pamit, hamma narsasi bor. Knopkani ezamiz. Mana hech qanaqa turtmadim. Knopkani ezsiz o'zi oldi 2 oy ichida davodchilarigacha bor. Bunda esa davodchilar yo'q. Lekin bitta tortasida bitta ochlar, keyin mana. Xolisida bunday qilsalar ham ochilmaydi ekan. Bitta tortib qo'yasizlar ekan. Shunaqa. Lidarlari bor. Tomi, panoramasini bitta ko'rsatib qo'ydi. Panoramasi qolib ketib qopti. Panoramasi gazli hisoblanadi. Ya'ni quyoshli holatlarda mana ko'rib turganlaringizdek qorayapti. Agar quyoshsiz holatlarda, ya'ni kech payti kelganda anchagina tusini o'zgartiradi, ya'ni ocharadi. Bemalol osmonda yulduzlarni tomosha qilib ketsangiz bo'laveradi. 2025-yil 09/11-kuni chiqqan ekan. Uni ham aytib o'tib ketay. Buni eng zo'r tarafi yumshoqligi, yumshoq avtomobilimiz, chunki bu pnevma podveska bilan jihozlangan. Birazdan voyoqlar ham anchagina yumshoq, chunki pnevma podveska bilan jihozlangan. Li-9 shular ham yumshoq. Nima deb o'ylaysizlar? BYD Haneldan yaxshiroqmi, puliga stoytroqmi yoki BYD Hanel yaxshimi? Bilasizlar, buni ham polностью rusifikatsiyalari chiqqanmi, chiqmaganmi to'g'risida hozir ma'lumotim yo'q. Polностью akalar zapchastlar O'zbekistonda bor. Hamma mashinalarga уже topilyapti. Avatarda ofitsial dillillariga ham biroq Xitoyga chiqsalar, sirazi bir 10 kun 15 kunda keladi. Ma'lumotlarimizda kamchiliklar bo'lsa, avvalambor uzr so'raymiz. Biz harakatdamiz, o'rganishda davom etaveramiz. Kimga qiziq bo'lsa, avtomobilimiz narxi $44,000. Kelsanglar xarid qilsalar bo'ladi. Nasl savdoga ham olsanglar bo'ladi. Yillik 12 talik bilan boshlang'ich 30-40% bilan olsanglar bo'ladi. Faqat 6 oydan 2 yil muddatga qilib beramiz. Pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilinglar. Shaxsan o'zim shaxsiy raqamim kutib olaman. Hattoki o'zim sizlarni kutib olaman, hattoki sizlarga harakat qilaman test drive qilib berishga ham. Biz aloqadamiz. Yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa ham like bosib yuboringlar endi. Harakatda barakat. Bosinglar akalar.